Men mana shu Samarqand viloyatini juda insonlarni hurmat qilaman. Asosan mana shu san'atsevar xalqni juda hurmat qilganimdan mana shu davrada bugun aynan sizni viloyatingizdan, Samarqanddan, Urgutdan bitta shogird yigitcha bor. O'g'il bolacha. Agar ijozat bersanglar, Shahzodbek shogirdimizni davraga taklif qilsak, bitta olqishinglar bilan hamyurtlaring yoshlarga bitta olqish bo'lsin. Endi qani podдержка sifatida qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Marhamat, Shahzodbek Ravshanov. O'ynang, o'ynang to'y bolaning tog'olari. O'ynang, o'ynang momosiyu bobolari. O'ynang, o'ynang to'y bolaning tog'olari. O'ynang, o'ynang momosiyu bobolari. O'g'ilning otaga mehri yo'q qarang, akaning ukaga qadri yo'q qarang. O'g'ilning otaga mehri yo'q qarang, akaning ukaga qadri yo'q qarang. Qorindan talashib tushgan jigarlar, onasin yo'qlashga vaqti yo'q qarang. Sizga ne bo'ldi odamlar bugun? Oradan oqibat yo'qoldi uchun. Boshingga qo'nganda davlat qush omad, atrofingda to'lar soxta do'st ulfat. Boshingga qo'nganda davlat qush omad, atrofingda to'lar soxta do'st ulfat. O'likmi tirikmi deb bir yo'qlamas, yelkangga ozgina tushganda kulfat. Nahot sotdilar do'stni pul uchun, o'rtada oqibat yo'qoldi nechun? Qo'shning yilda bir olmasa xabar, yaqinlar chet elda yursa darbadar. Jon qo'shning yilda bir olmasa xabar, yaqinlar chet elda yursa darbadar. Jigaring ozgina yaxshilik qilib, salomni minnatdan boshlasa agar, nahot mol dunyo odamdan ustun. Oradan oqibat yo'qoldi uchun. Bu millat mehrdan qaddin rostlagan, vatanning yuziga oyoq bosmagan. Bu millat mehrdan qaddin rostlagan, vatanning yuziga oyoq bosmagan. Sayyohlar atayin ko'rib ketardi, o'zbek darvozaga zanjir osmagan. Oh, qulflar osildi qabda qurg'oshim, oradan oqibat yo'qoldi nechun? Avvalambor assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, mezbonlar. Bilasizlar, Marlon akaning xotiralariga bag'ishlab aytganman, shuni talablariga binoan yana bir sizlarga aytib beraman. Shu diqqatlaringizni monitorga qaratirsizlar degan umiddaman. Monitorga qaratirsa marhamat. Marhamat, shu monitorga e'tiborlaringizni
Kamangaron degan joy yurti edi Mannobni. Kamangaronga Mannob qanot bo'lib turardi. Bunaqangi mard inson qaytib endi o'tmaydi. Bevaqt rahimsiz ajal olib ketdi Mannobni. Otlar dukur etganda hushyor tortib turardi. Ot choptirib uloqda dovrug'ini surardi. Uchqur otlar o'ynabdi, yapon belga taponcha. Har birini o'rni bor hayotida Mannobni. Har birini o'rni bor hayotida Mannobni. Odamlar bo'lib daryo, tobuting bo'ldi qayiq. Unutmaydi el seni, Mannob Kamas nomingni. Qancha mashaqqat chekib, tog'i toshni yemirib, oyna qorni suvni olib kelding qishloqqa. Bunday ezgu ishlaring el qalbidan o'chmaydi. Qiyomatda el seni jannatlardan izlaydi. Ortingizdan qoldi-ku qancha otboz shogirdlar. Hasan polvon, Shonazar, Sirojxonu Ravshanlar. Hasan polvon, Shonazar, Sirojxonu Ravshanlar. Ming odam yig'ilib alamli ko'z yosh bilan tobutingni ko'tardi. Alamli faryod bilan Mannob mardlarning mardi bo'lib o'tdi dunyodan. Xudoyimdan so'raylik joylarini jannatdan. Yapon Afg'onga borib Mannob nomin oqladi. Abdurashid do'stimni dumog'ini choqladi. Kamangaron degan joy yurti edi Mannobni. Kamangaronga Mannob qanot bo'lib turardi. Ahmad fermer aytadi yuragidan kuyunib, topolmaysiz Mannobni uloqlarda qidirib. Bolalaring ortingdan yig'lab qoldi zorillab. Zebo yangam ortingizdan yig'lab qoldi zorillab. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Endi navbatni E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Endi navbatni ustozimiz Aziza Nozmetovga beramiz. Marhamat opa. Shohruchonga chiroyli bir qarsak bo'lsin endi. Mavzu qarab turib, nimaga meni enam Kamangaronda tug'mabdi ekan dedim. Nimaga meni Kamangaronda enam tug'mabdi dedim-da. Paddeshga shunaqa bo'ladi-da. Mana shunaqa birovning ashulasini aytish boshqa. Asar yaratish boshqa narsa-da. Bu bola shu narsani chiroyli qilib, she'rni yoz zakaz qilib, ashulalarni bastalab, o'zini ichidan chiqqan narsasi-da endi bu. O'zini dardini kuylayapti. Faqat omad tilaymiz. Shu yilda ham buyuk san'atkorlar chiqsin. Buyuk insonlar chiqqan. Mana Mannob akaga o'xshaydigan shogirdlari, mana chiroyli insonlar chiqqan. Shu yildan ham buyuk san'atkorlar chiqishi uchun chiroyli bir qarsak bo'lsin.